Samarqandda shov-shuvli holat. 65 yoshli qarichol o'z uyida pomidor ko'chatlarini yetishtirayotgan payti bir guruh jurnalist tomonidan fosh etildi. Kamiga pomidorli ko'chatlarini ham yeb yuborgani aytilmoqda. Bu qarib qo'yilmagan chol o'z aybini tan olmay jurnalistlar bilan janjallashgani aytilmoqda. Yoshligida xotinini urib o'rganib qolgan bu chol yomon chol ekan. Hamma jurnalistlar bir qilib buvisini ko'rsatibdi. Shuni aytsa kerak-da, qariniki qaymoq deb. Hozir tafsilotlarni o'zlaridan so'raymiz. Yo, men o'zi uyda hech kimga zararim tegmay pomidorga o'xshagan achchiq o'simlik ekib o'tirdim. Har safar men nimadir ekib o'tirsam, kimdir kelib qoladi. Sen nimaga qarab o'tirsan, yeb qolaveradi. Nimaga o'shanaqa bo'lib qolaveradi? Har safar shu mana o'siga nima bor ekan, endi men qaysidir qo'shnim sotdim ekan. Yo, tvoye mat. Mening qadrdon qo'shnim hech qachon menga sotqinlik qilmaydi. O'zimni ko'rsatuvimni birinchi marta bunday mehurlar. Kamerachimni yuzini qarang, bir Juda ham madaniyatli odamlar ekan, borlariga shukr. Men o'zi hech qanday qo'riqlash xizmatida ishlamayman men. O'zi maktab oldidan o'tib ketyaptim. Mana bu tintak ahmoq jurnalist ketdik deb olib ketdi. Men nima qilishim kerak endi? O'z aybini his qilgan bu boboy ayblarini pora bilan yopmoqchi bo'ldi, lekin foyda bermadi. Tomonlar o'zaro kelishib olishdi. Bugungi reportaj Nigina Abdullayeva, Shirin Bahodirova Chakchak TV uchun Qars nomidan maxsus.